Buni qaranglar, qarindoshlar, Nexia'ni oldini ko'tarish maqsadida chashkan tepasiga mana shunaqa rezindan foydalanganlar. Men sizlarga buni tavsiya qilmayman. Bu meni fikrim. Nima uchun men buni tavsiya qilmayman? Qaranglar. Mana chashka. Chashka mana shu yerda mashinaga qotiriladi, to'g'rimi? Ana endi bu chashkani qanday qotirasizlar? Bu chashka mana bu yerga bo'ldi, burasizlar qotmaydi. Chunki bu rezin, bu yanchilib bo'laveradi. Mana ko'rasizlar? Bu sizlar ozgina yanchib qotirib qo'yganlaringizdan keyin vaqt o'tib rezin pachoq bo'lgandan keyin bo'lib bo'shaydi. Keyin tiqillaydi. Keyin tippani, ya'ni qotirilayotgan kuzovni uyib kirib ketaveradi ichkariga. Tushunyapsizlarmi? Qaniydi hozir menda imkoniyat bo'lganda edi, qanaqadir programmalar bilan animatsiya orqali mana shu narsani chopga qilib tushuntirib qo'ygan bo'lardi. Endi imkoni boricha so'z bilan tushuntiryapman. Agar tushungan bo'lsanglar, bitta like bosinglar, tushunmagan bo'lsanglar, tushunmadim deb yozib qo'ysanglar, kommentariyaga men xursand bo'laman. Hammalaringizga rahmat, aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin.